Behruzjon yaxshimi? Kelin, Behruz yaxshimi? Bo'ladi. Bolam bechora meni gunohlarim uchun tovon to'layapti. Oyijon, meni kechiring. To'g'ri, o'g'lingiz bilan ajrashgandirmiz. Ammo oilamizni buzilishiga men sababchi bo'ldim. Siz faqat oilani buzmadingiz, kelin. Bo'ynimga olaman. O'g'lingiz rashk sababli Mo'min akani pichoqladilar. Xiyonat qilishdan oldin ajrashishim kerak edi. Men sababli Latifga qamalib ketmasdi. Pushaymon bo'lyapsizmi? Buni-chi? Bolangiz o'lim bilan yuzlashishdan avvalroq pushaymon bo'lishingiz kerak edi. Pushaymonni ham o'z vaqti bor ekan, oyijon. Mana nafaqamdan yig'ib qo'yganlarim bor edi. Olib keldim, shulang. Qarang, bunga bolaga nima dorisi kerak bo'lsa hammasini olib bering. Bolani jonini saqlab qolishsin. Sizdan pul olishga vijdonim qiynaladi, oyijon. Men bu pulni-chi siz uchun emas, bolam uchun beryapman. Agar sizga kerak bo'lganda qishda kurab olgan qorimni ham bermas edim. Tushundingizmi? Rahmat. Rahmat, oyijon. Men dorixonaga borib kelay. Siz xohlasangiz Behruzjonim oldiga kiring. Kiraman hali. Boring. Rahmat. Bolam. Behruz. Bolajonim. Bolamni izidan qolgan bolam. Senga mana shu dard kelguncha menga kelsa bo'lmasmidi, bolam? Buvi, Ha, bolam? uyqum kelyapti. Archaga boraylik. Meni uyg'oting. Seni uyg'otadi, bolam. Allohimning uyg'oq farishtalari seni uyg'otadi, bolam. Sen turasan, bolam. Biz albatta birga archaga boramiz, bolajonim. U yerda-chi qor bobo, qori qizlar bor, bolajonlar bor. Ular bilan maza qilib o'ynaysan. Jon bolam, iltimos bolam, Behruzjon, ko'zlaringni faqat yummagin. Behruz, ko'zlaringni aslo yummagin, bolam. Jon bolam, ko'zlaringni och. Oyijon. Dorilarni oldingizmi? Yo'q. Oyijon, shifoxonadan dori olgandim, qarz bo'lib qolgandim. Shularni to'ladim. Lekin yomon xabarim bor. Nima xabar? Oyijon. Behruzni davolay olmas ekan bular. Nega? Nima sababdan? Shuncha odamlar davolanib ketyapti-ku. Nega meni bolamni davolay olishmas ekan? Ha? Bunga biron bir asos bormi? Biz vaqtni o'tkazib yuboribmiz, oyijon. Bolam, seni qayerga olib boraman? Menga qarang. Bo'ldi.